Yulduzlarga açtı yollarla Sevgilerge sundu kollarla Dıllar taşla köyge tollarla Aldın sevgen yarı bullarla Maydandagi qadrli tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum. Ekran oldidagi qadrli televizor ko'rgich do'stlar, ko'ryapsizlar. Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Raslivot madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Xinjiang Chin Nuriy biofan texnika cheklash shirkati alohida qo'llagan Yangi Nava programmasi. Har juma kuni kech soat 8da sizlar bilan yuz ko'rishayotganligimizdan intayin xushhalmiz. Xizmatimiz orqali, programmamiz orqali sizlarga zarracha xushhallik ato qila olgan bo'lsak, o'zimizni to'liq baxtli his qilgan bo'lardik. Men do'stinglar Shamsiya Abaydulla. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, men sizlarning do'stinglar Tahir Tursun. Assalomu alaykum, Nova programmamizning suyumli ko'ruvchilari, men sizlarning yaqin do'stinglar Ramila Aysan. Bundaqda oldi bilan qoidamiz bo'yicha bizning hurmatli baholovchilarimizni tanishtirib o'taman. Atoqli naqshchi, kompozitor, atoqli san'at tadqiqotchisi Abdulazrim Erkal apandim, qachonmiz. Davlatlik birinchi darajalik artisti, atoqli naqshchimiz Dilshod Raydin apandim. Qachonmiz. Instituti Muzika fakultetining naqsh o'qituvchisi, magistr aspirant Hamrogul Abduqadir muallim, qachonmiz. Növbət bizning taraf qo'llar vakillarimizni tanishtirishga keldi. Muallim elektron fan texnik shirkati ishlab chiqargan Android aqliy iqtidorli Uyg'urcha mashg'ulot sistemasi qo'llanilgan ko'p tillik lug'at izlash, o'tir boshlang'ich maktab darsliklarini chakma o'rganish, yondash mashq, sin darsxona qatorliq mod o'rganish iqtidoriga ega muallim Bilihpat bilan mukofotlaymiz. Yıllık çempionumuzning diyorimiz Oltin Zibizna sohasidagi Bayroqtar korxona ixtiyor zagarchilik tuguni uzundan beri o'zini qo'llab kelayotgan keng xalqimizga rahmat aytish yuzidan Yangi Nava programmamizning yillik chempioniga bir avtomobil sovg'a qildi. Xo'sh, undaqda musobaqamizni boshlab ketamiz. Nava programmamizning tunji o'tkilini hammanglar bilasizlar, haqjan. Hammamiz tang deylik. Nava programmamizning tunji o'tkili. Xo'sh, undaqda huzurimizda bo'ldig'ini birinchi o'tkal bizning naqshimiz. Жазda келем айдыңа кызыл өрүп, түштө күнүм көркүмө сени көрүп, күндө туруп түбүңдө искемжитим, карай берем кайталап көңүл бөлүп, ого бетер гүлүм деп сени карап, обон сүйсөң өмүргө өзүң черим. Günde durup dübümde iskemcidim, karay berim kaytalap köngül bölüp, oğu beter gülüm döp seni karap, obon süysöň ömürgö özüm çerim. Assalomu alaykum. Rahmat. Voyda ko'makkan qilmaysan. Oldi bilan ko'pchilik salom berish o'zingizni bir tanishtiraydan. Assalomu alaykum barliq Nava programmasiga kelib qatnashayotgan ko'rurmanlar, televizor ekranidagi barliq ko'rurman do'stlar. Hammanglarga Aqto'naysdan kelgan Muyassar Sodiqdan o'tliq salom. Qarsalamiz. Muyassar, bugungi Nava programmamiz boshlanish bilan hammalarga o'zgacha bir tuyg'u ato qildingiz. Chunki bu bizga Abdunum rayonimizdagi Uyg'ur millatidan bo'lgan ko'rurmanlar emas, har qaysi millatdagi ko'rurmanlarning Nava programmamizni yaxshi ko'rayotganligidan derak berdi. Shuningcha intayin xushal bo'ldik. Albatta, Nava programmasi hammalarning programmasi. Menimcha sizning Nava programmamizga kelishdagi maqsadingiz nihoyatda go'zal
bo'lishi mumkin deb o'yladim-ku. To'g'ri o'ylabsiz. Haqiqatan qirg'izlarni yoqtirib ko'ramiz bu programmani. Shundan ko'rib o'zim o'ylab, endi ya qirg'izlar qatnashmoqmidi azaldan. To'g'ri. Aqto'dan dedingiz boya endi o'zingiz nima ish qilasiz? O'quvchimi yoki? O'qiyman Xinjiang tibbiy universitetida. Xinjiang tibbiy universitetida. Ha, nima kasbda? Sestralikda o'qiyman. Sestralik kasbida. Pulurga shunchaydigan sestralar qancha o'xshayishini qaraganda. G'ingsi kirtanga. Maktab bitgandan keyin qanday bir orzularga yetganingizni bir anglab baqsa bo'lamdi. Shu endi men Aqto'naysi Jiroqqa Urumchiga atayin kelib o'qidim. O'qish bitirib ketgandan keyin endi o'zimning yurtimga ketib, o'zimning millatim uchun, o'zimning yurtim uchun azroq ish qilsam deyman. Maqsad yashab, ketib. Ishlaringizni o'tib tilaymiz. Rahmat. Rahmat Sizga sizga. ko'p rahmat. Rahmat. Alilarni o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi va naq maydondagi ko'rarman qarindoshlar. Men Ili To'qistara noyasidan keldim. O'zim dehqon. O'sha To'qistara nomli shu navo sahimizga qanday bir maqsadda bilan kelib qoldingiz? Men endi kichikimdan san'atni so'yman. Naqshga qiziqman. Uzun yillardan o'rganib, rolimni joriy qildirib, xalq ichida naqshlarni yetib kelgan. Endi biz uchun, bizdagi san'atkor, san'atni so'yadiganlar uchun bir yaxshi navo programmasi maydon kelib, bir yaxshi sahnani hazırlabdiki, shuningga o'zimning bir rolni joriy qildirish uchun hamishaga o'zim yaxshi naqshlarni, xalq so'yadigan naqshlardan deb ib keldim endi. Hamda me'morlar maqchan sal bir xil ham odam o'zidan kelibdi. Yumurli bormadi deb o'ylab qolganmidim. Yumur chaqchaq. Yumur bormi? Akaga yumurni o'ylab kuldingiz. Yumur ekanmi? Kulkisini akapsizlar yumurniki. Yumur ekanmidim. Navrlarni ballanib keldimmi? Mana yumur degan. Mana yumur degan. Adamız joyimiz kelmadimi? Endi ularni uy qartib qo'ydik qo'ndi. Bunda yana akamaysan aka. Xodimning uyida andi bunda mal varan bo'ladi. Lekin o'sha adamizga qo'yilganlik alab etkizib qo'ymay qiyin. Voy, bu to'nglatqa kelib deb xotirjam o'tirib. Kim bo'ldi deb aka siz bog'ichi qo'ylarni suyib tayyor qilib turamiz, to'nglatqa sog'idek qilib Terisini ajırtamay oturdum.
10 yıldır anlığandek bulduk lekin. Birden bir anlasam da qanday qilamiz? Bo'ldi deyman. Bo'ldi deyman. Allah'ım fırsat vereyle. Bo'ldi aka, rahmat sizga. Aramag'ashtiring. Rahmat. Marhamat. Mehrihan parvishim muhabbat bilan Yumramdan aylinar xush bo'roq kunga Bilmadim qaysi kim yo'liqdim sana Yo'qolg'in levimdan tabassum kulgan Chechakni to'zib qochurding bu san Menga baxtlik kerak Muhabbat uchun yaraldim men Sevgi izlar bu yurak Sevgi kerak menga Bu yurak talpinar billah sana Sevgi kerak dunyoga sevgi kerak menga Ko'nglimni bergin menga Sevgi kerak menga Bu yurak talpinar billah sana Sevgi kerak dunyoga sevgi kerak menga Ko'nglimni bergin menga Ko'nglimni bergin menga Rahmat. Assalomu alaykum barliq tomoshabinlar, o'qituvchi ustozlar, yaxshimisizlar? Men Alfira Yusuf bo'lman. Nava sahnasiga kelib sizlar bilan yuz ko'rishganimda intayin xushalman. Meni qo'llab-quvvatlashinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Alfira o'qiyapmisiz hozir? Ha. Qayerda? Shinjon pedagogika universiteti muzik fakultet usul kasbida. Ha, shuni balichlardeklar. Rahmat. Umar qiz. Unda xo'si maktabinglardami, sizlarning maktabdami Nava programmamizga qatnashgan bir necha mayillarimiz bor shunday ularni ko'rdingiz aqcha. Unda xo'si siz Nava programmamizga kimlarningki ilhom madadlarini ilib keldingiz? Uydagilarimning qo'llab-quvvatlashi ostida, ondan o'qituvchi ustozlarimning, tuvanda do'stlarimning, savodoshlarimning yordam qilish ostida Nava programmasiga keldim. Unda xo'sh utuqlaymiz chiroyli qiz. Rahmat. Mayli natijangizning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men sizni shunday yaxshi ko'rdim, tayyoratingiz yaxshi ko'rdi, ko'rmanlar yaxshi ko'rdi. Cho'qim natija bilan hisoblashmayli, sizni hammamiz yaxshi ko'rdik. Bilamdi? Ma'qul. Utuqlaymiz sizga yaxshi natijalar yor bo'lsin. Aramag'ashtiring. Sizga rahmat. Aşklarning mungluq kuyiga kichigimdan salatdim qular Aşklarning mungluq kuyiga kichigimdan salatdim qular Men uchun bu kundan kuniga kuychi bo'lib qoldim shunda Men uchun bu kundan kuniga kuychi bo'lib qoldim shunda Yar çiçeğdek sakratını de Xiyallarga bulup min esir Yar üçün qalib türge Şiir yazıp salımen qasir Şebnem bulup
kanar göz yaşım Tang bilen ten günler bergide Urnap her bir pıgan keşmişim Bulbullanın giren kalbiye Muhabbetnin şundak kendişi Kutkur izi baldur çılmaz Uykusuzluk aşkının işi Aşkılan işkin tılmaz Aşkılan işkin tılmaz Assalomu alaykum. İlham xush kelibsan. Alaykum assalom. Xush kelibsan. Ha, İlhamda Xo'saldi bilan mehmonlar salom bergach o'zing bir tanishtirib o'tgan bo'lsang. Assalomu alaykum. Tövəndə otaqan barlıq qarindaşlar ham, ekran oldidagi barlıq qarindaşlar, 4-nomerlik To'qistra diyardan İlham Yasindan o'tliq salom. Salomimiz İlham. Aşı To'qisraning faoliyatlarini yaxshi etasiz. Ha. Açım-içim. Nurg'un kechiliklarga qatnashgan. Unda Xosman sahnadan Cho'ng tutmasan ma'not kerak endi. Ha, bu eng cho'ng hisoblanamda. Abdumurayim bo'lgan ekan. Oblastniki ham da oblast darajasiga ham da chiqish qatnashgan. Lekin chiqib kelsak sahnaga ko'ngan o siz-a? Bakmamas chiqib normal. Yo, qarsam xil ko'ngan chiray. Sizcha bir yumurlardan keldingizmi yo siz boshqa narsadan keldingizmi? Men bu qarab qayda yotibman. Yanchiqlarni. O'yram salom deb. Yumurni ishkinizdan salamiz davrimda. Yumur bormi demakchi? Ramila daqida men demadim. Ramilani yumurni Ham ochib bam deb baqsam bo'ladi. Ha, anglamsizlar? Ha, anglaydi ekanman. Bir adabiyot o'qituvchisi atdiganda darsxonaga kiriblam. Ö harfini yoziblam. Ha, men ö harfiga bir jumla tuzisizlar. Ha, bo'lonlar ishtik degan bir bal qo'lni ko'targan ekan. Ha, qo'pa. Ha, ö harfiga kelgan bir jumla tuza degan ekan. O'tokil deyotganda bola. Ha, o'tira to'g'ri. O'tog'iz aytgan. Yana bir keyindiki biz qo'lni ko'targan. Ha, qo'pa, sen nima jumla tuzdingiz? Umi o'tokil deyotganda. Va tuz bo'ldi-ku, ama bir ne bo'ldi-ku. O'tib davramsiz. Uning degini 10 pay meningdan so'ng pay. Unda xo'sh arama boshlamsiz. Rahmat. Assalomu alaykum, Saqam. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Rahmat. Unda siz ko'pchilik bir salom berayotgan, umma qilib o'zingizga o'xshash. Assalomu alaykum barliq ustozlar, naq maydondagi tomoshabinlar, televizor oldidagi ko'rurmanlar. Men 5-numurlik Mayir Almira Akbardan sizlarga o'tliq salom. Ha, yana qanday gaplarimiz bilan Navoga kelgandan keyin mundaq deyma deb necha kun kechida uxlamay o'ylagansiz Aqchan? O'yladim, Navo sahnasida shu kelgusida sizga o'xshash shundoq yaxshi mahir yasachi bo'g'im bor.
Şuna kelgüsündeki arzuyum yetiş üçün hazırdan başlap tecrübe toplap. Sahneyi köngeç turay deyapsizda. Shu deb o'ychan. Hozir o'rta maktabda o'qiysiz. Qo'rqmay chiqdingizmi sahnaga? Jiddiylashdingizmi? Yo'q. Jiddiyleşkende qilmaydi, qo'rqsam qiz. Chunki bunday sahnalar jiq ko'p chiqdim. Shu maktablardami riyosatchilik qilib jiq ko'rib ketdim. 15 yil bo'ldi riyosatchilik qilyapti. Ondan oshganda. Unda bo'lsa siz bayam dedingiz, men riyosatchilik qilib cho'ng sahnalarga chiqqan, tantirmayman dedingiz. Endi qolgan 4 mayrimizning sahnamizga taklif qilamiz, bog'lovchilarning qimmatli taklif fikrlarini anglaymiz. Siz mush yerda riyosatchilik qiling, qolgan 4 mayrimizning sahnamizga taklif qilamiz degan gaplarni. Taklif qilgan. Aldiga o'tib qani. Amsa 5 numurluq mayırning qobiliyatini ko'rdik. Endi 1 2 3 4 mayırlarni sahnamizga taklif qilsak, bog'lovchilarning qimmatli bahosini anglab baqsak, bog'lovchilar ular qanday baholanib ekan? Voy, mana. Birinci numurluq mayırımız Yesser Sadık. Qırgız qızken bu. Naqshini bak yaxshi etdingiz. Ovozunuz bak jaranglik, o'zingizning hissiyatimiz shunchalik yaxshi ekan. Rahmatlar bo'lsin sizga. Qurbonjon Musa afandim, qop-qora qo'y ko'zligim, darding yomon degan naqsha biz el xalq naqshlarimiz. Eng vakil xarakterlik. Darding yomon bu naqshini ajoyib yaxshi etding. Rahmatlar bo'lsin. Bo'ldi. Bizning 3-numurluq mayırımız Elfira. Söygü kerak bana degan bir naydi jushqun. Mush yosh bolalar xas qilgan. Pek yiqimliq bir naqshni birini o'rildingiz. Tekisim yaxshi ekan, ovozingiz bek yumshoq, tatliq, sahnadagi hissiyotingiz shunday yaxshi chiqdi. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. 4-numurluq mayırımız İlham ikimizga kelsak, hozir mushtaq naqshlar, mushu shakldagi naqshlar qo'lida yomon jiq ijod bo'lyapti. Hozirgi yosh naqshlarimiz jiq yaxshi o'rlayapti. Sen shunday chiroyli aytding. Endi kichikkidan qo'ydigan bir talab, naqshning keyinda, har bir misra naqshning keyinda, hozirgi yosh bolalarda bir xil kamchilik bo'ldi. Bir lang urib qo'ydi-chu. deb qo'ydi-chu. degan mushtaq bir lang urish bor. Jugash kerak bu. Ash naqshaning kendi azroq lang urish bor. Sağ Muhammed yer bo'lsin. Rahmat. Almira qiz. Oh. Aynak. Voy. Mana. Bu qiz o'zining yishiga mos keladigan. O'zining hozir o'quvchilik salohiyatiga hamda o'zining yishiga, o'zining chiroy shakl tatliq qiliqlarga mos keladigan naqshni birini aytdi. O'zining o'ziga tushadigan shunday tatliq bir, o'ziga xos bir naqshni aytib kelibdi. Harakatlarimiz nima degan chiroyli, nima degan tatliq. Siz yomon talant bor ekan. Rahmat. Siz cho'ng bo'lganda mashinadaq artist bo'lgandingiz. Deginimiz kelsin. Omad yor bo'lsin bolam sizga. Rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmatli Sevkat. Birinci numurluq mahirimiz Müyesser Sadık. Avazınızın şaraiti shunchalik yaxshi, ovozingiz yo'ruq, muzik sezmingiz mi yaxshi ekan. Xeyli ko'p boshqa turib siz ko'rinib turdingiz nomerda. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. İkinci numurluq mahirimiz Qurbonjon Musa aka. Xush kelibsiz. Sizning ovoz tusingiz yo'ruq, yangroq ekan, jaranglik ekan. Muzik sezmingiz mi yaxshi, naqshidagi shivi piraqlarmi xeyli to'liq dal joyda ifodalandi. Endi sizga azroq taklifim. Sahnada boyiz toza o'zingizni qo'yib o'tmay qoldingiz. Toza erkin emas. Keyingi bosqichlarda mushtaraflarga sal diqqat qiling, omad yor bo'lsin. Shu numurliq mahirimiz Elfira Yusuf. Ovoz sharoitingiz yaxshi ekan, sahnadagi qiyofatingiz mo shunchalik erkin, jo'shqin bo'ldi. Siz hozir usulda o'qib o'tibsiz bo'lsa, mushu naqsh ilmida texmo sistemalik mukammal tarbiyalanishga ahamiyat bersangiz, omad yor bo'lsin. Rahmat. 4 numurliq mahirimiz İlham Yasin. Sizning muzik sezimingiz yaxshi ekan, ovoz sharoitingizmi yo'ruq, ovoz tusingiz, ovoz doirangiz kengga, tekstdagi so'zlarning ilinishimi ravon, ochiq bo'ldi. Omad yor bo'lsin. 5 numurliq mahirimiz Almira Akbar. Xush kelibsiz qizim. Rahmat. Endi 14 yoshga kiribsiz, ovozingiz mushballa ovoziga xos, yo'ruq, yangroq, suzuk, pokiz bola ovozga. Onundan başqa yana alaydı deb qo'yishga tegishlik bir ya. Sahnadagi umum holatingiz bek erkin, bek bemalol. Sizga omad yor bo'lsin qizim. Ma'qul, rahmat. Rahmat Amragul muallim. Birinci numurluq mayır qarshi olamiz.
Naqşыңızның melodiyasi nihoyat yaxshi. O'zingizning go'zal orzusi bor ekan. Orzuyingiz amalga oshsin. Rahmat. Ikkinchi nomerlik Mahir qapqara qo'y ko'zligim nomli eli xalq naqshlarini o'ziga xos puroqlarini, muzikalik o'yintishlarini nihoyat yorqin ifodalab berdingiz. Naqshini yaxshi ijro qildingiz. Rahmat. Üçüncü nomerlik Mahir icra qilgan So'yga kerak nomli naqshining mazmuni haqiqatan yaxshi. Yaxshi. Harakatlaringlarmi nihoyat naqshiga mos kelgan. Sahnani xil qizg'in kayfiyatga ega qildi. 4-nomerlik Mahir ijro qilgan Oshiq kuyi degan naqshining mazmuni, so'zlarning badiiy tuzilishi nihoyat yaxshi. Mazmuni nihoyat yaxshi naqshga ijro qilish jihatdagi muzikalik sezimi nihoyat yaxshi. Rahmat. 5-nomerlik Mahir ijrosidagi Aynak nomli naqshi mazmuni yaxshi yuqorida deb o'tgandek. Naqshining muzikalik qurilmasi nihoyat yaxshi. Bu Mahirmi o'ziga mos kelgan naqshini tanlabdi. Naqshini yaxshi hissiyotli ijro qildi. Hammanglarga omad yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, undaqda bizning 5 nafar Mahirimiz naqshlarini aytib bo'ldi. Aldı bilan naq maydondagi tomoshabin do'stlarimizni bir paraz qilib beqishga taklif qilamiz. 5 nafar Mahirimizdan sadi kim bizning bu haftalik yulduzimiz bo'la oladigan deb. To'g'ri paraz qila olsangiz, albatta mukofot qo'yamiz va To'g'ri paraz qilgan tomoshabinimizni Jungodagi 3 darajalik ishonchlik korxona Shinjang Paxta Sodi Cheklik sherikati ta'minlagan 3 darajalik iste'molchilar rozi bo'lgan mahsulotlar sap davo olaydi sovg'at hasli bilan mukofotlaymiz. 4-nomerlik Mahir birinchi bo'ldi deb o'ylayman. 5-nomerlik Mahirni birinchi bo'layman. Men shu 1-nomerlik Mahirni deb qarayman. Menimcha 2-nomerlik Mahir bo'lamdiki deyman. Menimcha 3-nomerlik Mahirni bu haftalik cho'lpon bo'lamdiki deb qarayman. Rahmat. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli do'stim, qani sizni paraz qilib beqing. 5 nafar Mahirimizdan zodi kim bizning haftalik yulduzimiz bo'la oladigan-du? Siz haftalik yulduz bo'la oladi deb qarag'an Mahirning ratmurining oldiga 33 ni qo'shib 166 ga uchur yo'llasangiz, balkim bu haftadagi ta'laylik abonent bo'lib kelishingiz mumkin. Katta mukofotlar sizni kutmoqda. Qadrli tomoshabin do'stlar, undaqda eng oxirdagi tanlash huquqining yana naq maydondagi tomoshabin do'stlar ekanligi hammamizga ayon. Qisqa e'londan keyin hammalar bilet tashlaymiz. Natijasini birlikda ko'ramiz kanalga yetkamay turib. Va programmasi. Programmamizning birinchi o'tkilda mahirlarimiz naqshlarini aytib bo'ldi. Undaqda naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, mas'uliyatchanlik bilan, odillik prinsipi bilan o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlashni boshlashinglar bo'ldi. Bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 Bizning bugungi nava programmamizga dadillik bilan qadam tashlagan suyimli qirg'iz qizimizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Shaxsan men uning naqshisini, uning bugungi numerini intayin yaxshi ko'rdim. Meningcha, bugundan boshlangan qadamingiz bundan keyin texmo taqdam, texmo ravon bo'lishi mumkin singlim. Shaxsiy nomimdan sizga utuq tilayman. Program guruhimiz nomidan, tomoshabin do'stlar nomidan sizga texmo zo'r xushalik tilayman. Ulandim. Albatta programmamizga qadam tashrif qilgan barliq mahirlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Agar siz yaxshi ko'rgan mahir keyingi o'tkalga o'tamagan bo'lsa, kerak yo'q. O'zingiz yaxshi ko'rgan mahirning ratmurining oldiga 33 ni qo'shib 168 ga uchur yo'llasangiz bo'ladi. Uni yana navosaknizga qaytarib kela olasiz. Shundaqla qalaylik abonent bo'lish fursatiga erisha olasiz. Qadrli tomoshabin do'stlar, bizning suyimli qirg'iz qizimiz mana hozir biz bilan xo'shlash oldi turyapti. Hammamiz qizg'in alqish sadolarimiz bilan uningga qutuq, omad, xushalik tilaymiz. Nava programımızın ikinci etkili Parvaz. Gazan kıldım baharim niğminde Özarimni Kidip dilberdim aşıqin Gazan kılmaz vay Abahirimni
Gündüzledi dini kürdüm ötüllerde tipip ara Tükürdüm hicruti bilen küpleydi vay Leyliyerimde Yakamni çay gidip yıllayıp Birip yedi dağıt issa Aşıl bırakayım İşitmeydi minin feryayın Vay Feryat ahimni Höyda iti duyuklap ülüm şaktır Gülür barçe Kümülde kalmasın arman Kürüp özleyip Aya derliyip
berdin kara çeçimde bizge berdin armallarımdı Söyüp koyay şürgüm bilen aşkın ata al kallerimden Kaçan yütti menzilden şefen Kaçan yütti çekrimden seher Kaçan yeşilgen kaçan etme Ellerine bağlangan kemer Erzdardır sana bu dünya Erzdar men sana ey atay Erzdardır sana bu dünya Erzdar men sana ey atay Erzdar men sana ey ata Erzdardır aldında bekir Buna karbiye sana ey ata Buna karbiye sana ey ata Bizning parvoz bosqichimizning oxirlashdi. Biz ba'liq ustozlarimizning taklif fikrlarini birlikda anglab baqsaq. 2 nomerlik mahirimiz Qurbanjon Musa aka. Tambur chelishdimi xeyla pishiq mahorat egallabsiz. Rahmat. Naqshingizmi yaxshi o'rindaldi. Omad yor bo'lsin. Rahmat. 3 nomerlik mahirimiz Alfira Yusuf. Usulingizmi yaxshi jonliq, udarlarga mos, sho'x tetik o'ynaldi. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat.
4-cü numurluq mahirimiz İlham Yasin. Naqşnımı yaxşı orulladınız. Sizge Muhammed yar bolsun. Rahmet. 5-cü numurluq mahirimiz Almira Ekber. Usul hareketleriniz şunçilik ularga maslaşqan. Şoq boldu. Undan başqa chiroy mimikalarınız şunçilik joyida. Sizge Muhammed yar bolsun. Rahmat. 2-ci numurluq mahir muqamninki o'ziga xos muzikalik hissiyati, muzikalik o'ynatishning tanlovi bo'yicha qattiq yumshoq taraflarini nihoyat gavdalantirib aytdingiz. Haqiqatan shunaqa aytish kerak asl muqamni. Yaxshi o'rinladingiz. 3-ci numurluq mahirmi o'zininki usul o'ynash alayligini ko'rsatdi. Sizmi har millat usullarini o'ziga xos talablar bo'yicha nihoyat yaxshi o'rinladingiz. Rahmat. 4-cü numurluq mahir dutachilib numur ko'rsatdingiz. Naqshingiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Rahmat. 5-ci numurluq mahir usulni o'ynashi, muzikaning tanloviga, o'darlarga mos kelishi nihoyat yaxshi, harakat shakli nihoyat yaxshi bo'ldi. Hammanglarga omad yor bo'lsin. 2 numurluq mahirimiz tembir bilan charga muqamini shundoq o'lchamlik yaxshi o'rlab berdingiz. Rahmat. Endi bizning 12 muqamni xalqarada nimaga angilindi emasmi? Dunyo mirosida. Hozir hamma jutga muqam kurjutlarini qurib, hamma jutlarga muqamni umumlashtirish xizmatini ipaqli qilib qoldi. Siz mana bizning xizmatlarimizga to'kib qo'sha oladigansizda, yaxshi etdingiz buni. Ahmet Yarbusun siz. Rahmat, rahmat. Bizim mahirimiz Alfira. Usul yaxshi bo'ldi. Shundaq undan jonliq harakatlarimiz shundaq yaxshi bo'ldi. Ahmet Yarbusun siz. Rahmat. İlham. Şimdi itiş jihatda, mevzuda chilish jihatda, hamma jihatda shundaq yaxshi bo'ldi, lekin yana texmi jo'shqinroq chiqqan bo'lsa, texmi yaxshi bo'ldi. Ahmet Yarbusun. Rahmat. Almira qiz kichikkina turib, imdiga yaxshi o'yindingiz sizlar. Sizga ham nima deymiz? O'zingiz chabdas bir tetik shundaq chechan bir qiz ekansiz. Rahmat. Sizga mushu maydonda emas, mangu omad tilaymiz-da. Kelgusida siz cho'qim yaxshi artist bo'lsiz. Mushu kasbni chang tuting. Hammalarga omad yor bo'lsin. Rahmat Dilshatga. Rahmat bog'liq ustozlarimizning taklif fikrlariga. Ekran oldidagi qadrli ko'rman, sizcha bu haftalik yulduzimiz kim bo'lgandim? O'zingiz yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib 166 266 19 ga qisqacha yo'llang. Balkim bu haftadagi ta'laylik abon siz bo'lib qolishingiz mumkin. Katta mukofotlar sizni kutmoqda. Tomoshabinlar mana yana halqiliq bosqich qadam qo'ydik. Unda qo'sa qo'linglarga bilet tashlashni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini yuqori ovoz to'lab, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda qo'sa bilet tashlash başlandı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Umak, yaxshi bo'ling. Salomat bo'ling, umak singlim. Qarindoshlar bosqichimizda muayirlarimiz o'zining qaysi qarindoshlari bilan qanday esil nomerlarni olib keldi ekan, keyingi o'tkazib kutib kutamdik. Bo'ladi, bizniki keyingi o'tkazimiz qarindoshlar. İnsan için hayata dost yar ganimet. İslam'da cemlengen gönül sevgisi görüşümde şerinsiz izhar ganimet. Salamda cemlengen gönül sevgisi görüşkende şirin
yaşaş yalnızlık Adem gezer Eldame etçide Hattar kadime Enha yaşaş yalnızlık Adem gezer Hattar kadime Hükmet hesed Addavet Tuvar zimmistan Dostlar mikli Yamrahat khan Hattar kadime Hükmet hesed Addavet Tuvar zimmistan Dostlar mikli Yamrahat khan Hattar kadime Sürgün hayat muhabbet Dostluk bezniye Ömürlük dost vatandadır Nigar kadime Sürgün hayat muhabbet Dostluk bezniye Ömürlük dost vafadan Nigar kadime Kim bilir dua ketimiz Haysimiz kaldılar Yoklattır bu Osmani Nigar kadime Yoklattır bu Osmani Nigar kadime Kaldı bilen şu kıyırındaşlarımızı bir konuşturayım siz. Tonumsuz ya bile çıkış belgelerine. Ha, tonumsuz. Ben Hakimcan Özlem'den inisiye. He. Mayak müzemle ilim buludu. İsmi? İsmi? Strapul, Ha. Hakimcan. Ha, bu yok. Maçetinde siz? Ben. Sıdıkka bizimizin akisi. Ha. Bir yakın akimiz. Sizlerin kızını akşadım ayaz. Hoş gelipsiler. Assalamu alaikum, hürmetlik Nava tamaşaları. Muşu Jirak yakından kelgan, muşu Navani suyup kelgan Naqshxumar, san'atxumar Muştaq pishqadam akalarimiz ham do'stlarimizdan bunun bu yaqin muşu Nava saksisida Texinbek o'zining rolini joriy qildirib, g'alaba qozonishiga qutlug' tilayman. Rahmat. Rahmat, aka sizga rahmat. Qimmatli qadamlar için ko'nglimizdan rahmat etamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat sizlarga. Cübdi visal ama gün tün misal Bulbul goyadur men sen gül bolsan Beklenme terkide Bergin haber Şebnem gülüşlerim Ketmez seher Yandım, gündüz soray seni Aram canım sen, ben
bahar Güzel aziz nigar Visal izlep buldum men intizar Gönlüm go'yo chiman qalbim misli gulzor ishqimning beg'uda senni gumdor Derginde, dergidin xabar Şebnem gündüzlüdün Ketmez sehar Kalbim o'ti yondi Kim bir so'ray seni Aram canım sen Dergin xabar Aram canım sen Dergin xabar Xo'sh, aldindan qarashqichingizni bir tanishtirib o'tamiz. Bo'ldi. Bu mening savodishim Muxtarjon bo'ldi. Siz Hozir savodishingizmi? Yo'q, men naqsh kasbda o'qiyman. Shijon pedagogika universitetida. Shu naqshni shunda payz etib edingiz. Hech kim bu qilib qoldinglar, hech nima olmadim. Da qaranishyapmiz. Navo qatnasangiz bo'ldi ekan desam, kelishgan bo'ldi o'xshaydi. Undaq navo programmamizga bugun hamkorlashuvchi sifatida qadam tashrif qildingiz. Sizning haqchan gap so'zlaringiz bor. Oldi bilan sizning gap so'zlaringizni anglab boqaylik. Bugünkidek mushundaq navo programmamiz, navo sahnasi orqali shu savodishimiz Alfiraning utuqlarni ko'rish va utuqlarga yaqinda yordamli bo'lish maqsadida shu navo programmasiga kelib, sizlar bilan ham pastda o'ltag'anlar bilan yuz ko'rishganligimizdan intayin xursandmiz. Andan keyin Alfiraning sahna orqasida shunchalik jafolarni chekib, shu navo programmasiga kelganiga yaxshi bir utuqlarni ilishiga tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat. Rahmat. Undaqda do'stingizga sizning rahmatingiz bor Aqjan, savodishingizga. Men bu 3-bosqichga kelma deb o'ylab baxmagan. Endi shunchalik qo'rqandim. Endi bu savodishimning sahnaning ostida shunchalik mashqlarni qilib, bu sahnaga ochiqolmasam, endi qanday qilaman deb biz deyishgancha, navoda men yengolsam, sahnaga ochiq olsam, meni mehmon qilgan bo'lgan. Va. Navoda siz chiqolmay qolgan bo'lsangiz, tabiat Ma qizi qarz bo'lishga kap yordamlashib beringdir. Yana tomoqni mehmon qiling. Mash yaxshigina adam ushib bo'lsin bo'lamdimi? Zo'migalikda. Lekin o'g'il bola sog'dash bo'lgandan keyin qiz bola sog'chiq shunchalik ko'ngil bo'lish kerak, shundaqmi? Ha, shunchalik yo'l qo'yish kerak. Bo'ldi, sizlarning hamkorliklar ko'zdagmisin, sog'dashlik mehr-muhabbatinglar, qarindoshlik mehr-muhabbatdek uzunga davomlashsin. Rahmat sizlarga tilaymiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Canım ey, hamma kishining ko'zlari sizga tushadi. Jinli yuzning urigi kuzda pishamdi canım ey, hamma kishining ko'zlari sizga tushadi. Voy Nurxonim, sen vafodorim, voy Nurxonim, sen nijotkorim, voy Nurxonim, sen qadrdonim,
Nurxanim sen mening yarim Cinli yüzlü kocasida bir kız turandı yarime Çarilandek tolgunup canını alandı Ay Nurxanim sen qadrdanim May Nurxanim sen vafadarim May Nurxanim sen mening yarim May Nurxanim çeksem dildarim May Nurxanim sen mening yarim Menimden uçuk yok, mayınır bu. Немдеген чырайлык? Сум немдеген чырайлык ойнаган? Мындак шок номерларын балкем туктай кайында. Ha, yaxshi. Кайрындышыңыз бир туныштырып айтамсыз? Boyaq dostum Almira. Almira. Şinjan Ma'arif İnstitut'un usul kesbide koydum. Ha, qarşalı biz Almira'ya. Usul oynasal o'g'irlik qilding ba, ya? Eğer olgan ekan. Usulni bak yaxshi o'ynamayman, endi shunda olsin beqishib bir. Ha, beqish bilan chiroyli o'ynadingiz. Bo'ldi, o'ylamoqda yaxshi bir sho'x nomerni akagining ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat sizlarga. Maynur voy Almira. Da siz aramni turgan bo'lsangiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Rahmat. Bizning qayrindoshlar bosqichimizmi oxirlashildi turadi. Qizg'in olqishlarimiz bilan qolgan mayirlarimizni sahnaga taklif qilsak marhamat. Marhamat. Bundan sabah ustozlarningki bizningki mahirlar bo'lgan mahallarini anglab o'tgan bo'lsak, ikkinchi nomerlik mayirning amrollari bilan ijro qilgan Didor G'animat degan naqsha yaxshi ijro qilindi. Aslida bu naqsha so'zi bilan muzikasi bir-biriga nihoyat moslashgan. Xalqimiz yaxshi ko'rib, aytib anglaydigan, xalqimiz orasida keng umumlashgan nadir naqshlarning biri. Sizlarni nihoyat har qaysinglar skripka, tambur, boshqa muzikalarni chap nihoyat yaxshi ijro qildinglar. 3-nomerlik Mahir Alfira Yusuf. Ko'klam degan naqshini ep kepsiz. Naqshidagi muzikalik hissiyotni ifodalash hamma tarafdan yaxshi bo'libmi? O'g'il bola bilan bo'lgan muzikalik hissiyotni ifodalash, o'zaro moslashganliginglar shunchalik yaxshi bo'ldi. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. 4-nomerlik Mahirimiz İlham Yasin. Sizmi boy Abdiskam deb o'tgandek, hamra usul jamroyingiz bilan Maynur xonim degan naqshni o'rinladingiz. Naqshidagi muzikalik hissiyotni ifodalash hamma jihatdan yaxshi usul jamroyingizmi o'zining güzel nefs hareketlari bilan sizga husn qo'shdi. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat, Amrayin Mollum. Mening fikrim shu ikki ustozning fikri bilan o'xshash. Hadi dumbax yerilgan vaqt keldi. Uchinglardan biringlar qolasizlar. Ahmet yor bo'lsin deymiz endi. Uchinglarning biringlarga Ahmet yor bo'lmaydi, hozir tushsizlar. Ma'qul. Rahmat Lishatka. Qadrli tomoshabinlar, ekran oldidagi ko'rmanlar, ko'rayotganlar Shinjon televiziya stantsiyasi bilan Shinjon vasiyat madaniyat programmamizning qayrindoshlar bosqichimi oxirlashish oldida turadi. Shundoq, mana halqiliq bosqichlarga yana qadam qo'ydik. Unda bo'lsa, qo'lonlarga biletlashtirichni yana elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirning rat nomerini yuqori ovozda to'lig'ash, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirga biletlashlarsanglar bo'ladi. Unda bo'lsa biletlashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 Alifa'nın üstü koygan olsak, rahmet. Bu haftalik sonimizda qaysi mayirimiz haftalik yulduz bo'ldi-g'ando? Hammamiz buni intayin taqozo bo'lyapmiz. Mana hozir keyingi bosqichga o'tib ketamdi. Bo'ladi. Bizning keyingi bosqichimiz haftada bir yulduz. Tügümez aynı çavminim
Derdi ki çıkmaz kımarip Oynap çıkar ey katımlar Derdi ki çıkmaz kımarip Oynap çıkar ey katımlar Örtüleme yar köyde Yirmene bağrıyım köyüm Bağrıyım köyüm Hava kadar göz yıkmayın Argay arça Telkinin davağını yebe Karvanla aksi yağırar Azap el samaviyede Helk tağları edeydi Toymay ben Cemal yengen Toymay ben Cemal yengen Nakşamni itip çıktı Aşu körkem daval yengen Nakşamni itip çıktı Aşu körkem daval yengen Yap yeşil
2 nafar mahirimiz naqsini aytib bo'ldi. Eng oldi bilan programmamızın baş qismida mushu 2 nafar mahirimizni haftalik yulduz bo'lamikin deb faraz qilgan 2 nafar tomoshabin do'stimiz qayerda o'tadi ekan? Demak, mushu 2 nafar tomoshabin do'stimizning biraylan bugungi tanlaylik tomoshabin bo'lib mukofotlandi. To'g'ri, faraz qilgan tomoshabinimizning mukofoti bo'lsa, bizlik ishonchlik Karx Faktor savdo cheklanish shirkati ta'minlagan o'sha darajalik iste'molchilar rozi bo'lgan mahsulot sap davo alaydi sovg'atliq hasli bilan mukofotlaymiz. Haftalik mukofotlaymiz. Ikkinchi bo'lgan mayirimizning Luqman Hakim Biopan texnik shirkati ishlab chiqargan 800 yuan qimmatidagi xalqaro GNP o'lchimida ishlangan oqsil talqini va ko'p xil vitaminlik oqsil talqini bilan mukofotlaymiz. Oylik yulduzimizda muallim elektron fan texnik shirkati ishlab chiqargan Android aqliy iqtidorli uyg'urcha mashg'ulot sistemasi qo'llanilgan ko'p xil tillik lug'at izlash, o'tir boshlang'ich maktab darsliklarini chakma o'rganish, yondosh mashq, sin darsxona qatorliq mo'l o'rganish iqtidoriga ega muallim Bilihpat bilan mukofotlaymiz. Yillik chempionimizni Diyarimiz Altın Zıbısına sahasındaki bayraktar Karxana Axtiyar Zərgərçilik Dükünü uzundan beri özünü qollab kelayotgan kən xalqımızga rəhmət etiş yüzüdən Yeni Nava programımızın yıllık çempionuga bir avtomobil sovg'a qildi. Mush fursatda programmamizni yaqindan qo'llab, ayol riyosatchilarining kiyimini ta'minlagan Adil So'zlari 3-qavat favori kiyim kechaklarini maxsus etish do'koniga shundaqla o'g'il riyosatchimizning kiyimini ta'minlagan Gul shahri to'y girim to'y kiyimchiligiga chempionimizni rahmat aytamiz. Shundaqla ayol riyosatchilarni pardozlagan Xirshun gulligi uduldagi to'yg'u to'y girim to'y suratchiligiga chempionimizni rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Shuning bilan birga programmamizni alayda qo'lgan xushalliq to'y mulozimat markaziga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Demek, sahnedeki 2 nafar mahirimizin biraylan bizning haftalik yulduzimiz bo'ldi. Savol zodi kim bizning bu haftalik yulduzimiz bo'la oladigandu? Qisqa e'londan keyin javobini oldi bilan taratqular vakillarining kim uchun qo'lidagi qimmatli 10 nomerni berishni xohlaydiganligini ko'rib boqamiz. Bizning bugungi ikkinchi nomerlik mahirimiz. Ikkinchi nomerlik mahirimizga bilet tashlashni xohlaydigan taratqular vakillari. Tahtalarni ko'targan bo'lsanglar. 3, 4, 5, 50 nomer barak bo'lsin. Xo'sh, undaqda 4-nomerlik mahirimiz uchun bilet tashlashni xohlaydigan taratqular vakillari. 1, 2, 3, 4, 40 nomer. Muborak bo'lsin. Naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, undaqda amdi qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni ilib, bizlar eng yaxshi ko'rgan, talantini eng yaxshi jariy qildira oladi deb qaragan bu haftalik yulduz bo'lsa bo'ladi degan mahirga bilet tashlashni boshlasanglar bo'ladi. Bilet tashlash boshlandi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rish do'stlar, bizning bu haftalik yulduzimiz maydonga keldi. U bo'lsinmi? Qurbanjon akamiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Albatta programmamizga qadam tashrif qilib bizga mo'liq kelirni ato qilgan barliq mayrimizga chempionimizga rahmat aytamiz. Bizning qalbimizda har bir mayrimiz cho'lpon, har bir mayrimiz haftalik, oylik, yillik yulduz. Undaqda bizning baholig'ichilarimizni bu haftalik yulduzimizga navoning qismi yetkazib berishni qilamiz. Marhamat. Marhamat.